Mana va'da qilganimdek videoni ikkinchi qismini chiqazdim. Ikkinchi qismiga ham xuddi shunaqa qotirib olamiz. Adashib ketmasliklari uchun bu joyini qaytadan qo'yib berdim. Qiziljoylar xuddi shunaqa qotirib olamiz. Qotirgan joylarimizga ahamiyat berib akkuratni ishlaymiz. Bizga kerakligicha pat kesib olamiz, qizlar. Pat xalaqit qilmasligi uchun ozgina joyini kesib tashlaymiz. Xuddi shunaqa qilib xalaqit qilmasligi uchun kesib tashlaymiz. Tayyor jazirama orqasiga mana shunaqa tayyor qilib olaylik. Endi buni orqasiga xuddi shunaqa qilib patlanib yopishtirib chiqamiz. Mana shunaqa qilib yopishtirib olamiz. Mana qizlar xuddi shunaqa narsa hosil bo'ldi. Endi buni o'zingizlar xohlaganingizcha bezatasizlar va mana shu joyini lentочка bilan o'rab tayyor qilib olamiz. Sizlar jazirmamiz ham tayyor bo'ldi. Videoni to'liq holda kerak bo'lsa yozsanglar, menga videoni to'lig'ini tashlab beraman. Mana xuddi shunaqa jazirmamiz tayyor bo'ldi. Jazirma yasash o'rganmoqchi bo'lsanglar, direktdan plyus belgisini qoldiringlar. Videoni to'liq videosi kerak bo'lsa, menga yozsanglar, sizlarga tashlab beraman.